4-chi qism. Shu mezgillarda hamma yoq pur ketgan bu ishlar maktabga saboqdoshlarim orasigacha yetib kelib bo'pti. Xo'shlar emasmi? To'la gap qiladi. Bir eg'iz gap, kichikgina bir ish tepilg'usiz zodi. Endi tek shumak vaqasini unutib turganda bu ish ularga bo'padi. Paqtashgan so'ymadak sat qarab yejishlari, g'alit nazarda qarashlari, miyig'ida kulib, yenimdan o'tib ketib bo'lib, kaynimga qayrilsammi, qaram yutkichi qarab turib ketishlari judunimni o'riltdi. Turibli o'zimga ishim og'rib qoldi. Nadiki ahmas xiyollarni qilib, yo'qolan ishlarni teribli yurdikan men desa. Hammani qilgan yangi kaldaxun bilan bizning qo'shaq muallim nima qiladi ishxonaga so'linib olib qamlashmagan ishni qilyap. Bizni ko'rib qola deb o'ylasa bo'lmamdi deyman. Shu ishni ko'rib qolgandan keyin qizlarning, ayollarning hammasi shu kundagidek bizning molimda ko'rinadigan bo'lib ketdi-da ko'zimga. Qiziqib qolaman-da endi. Hey, dadam chiviq bilan urgan kasammo bir haftadak og'rib, o'ltirsam, qopsam, chim qilib ichib, bak bu tasti saqaydi deyman. Shu chiviqning dardi bak o'tib ketdimi? Bir qiz bolaning yendan o'tib qolsammi, agilib o'tadigan yoki yiroqroq mo'ndigan bo'lib qoldim. Beshamlik qilish mod ekan deb kimni ko'rsa, hamma qiz ishtinimni soldirdi deb dadamga cheqishtirib yurmisin deyman-da shu. Ey, o'zimning holi bilan yurib, o'rgil degan qiz bilan faqatli karim bo'lmabdi. Bir chaqda qarasam, u sinfda hech kimga aralashmay, bir bo'longa kirib olib, jimjit o'ltirdigan, burnini tortib, mish yig'laydigan bo'lib qopti. Zan qo'yib baqsam, bolalar unimi zanglik qilib, ko'zchili Mehmet Shumakning xotini deydigan bo'lyapti. Sayfiddinning deb berishicha, ba'zi o'g'il bolalar texi uning oldini to'sib mundaq debdi. O'rgul, Mehmet Shumak ishtiningni soldirib nima qildi? Deb bera, qandoq qildi? Ular shundaq deb so'rab, qo'g'ilganga unimay ko'ziga kirib olib, uni yig'iltib etibdimish. Agar maktabda yig'ilganli bo'lsa, cho'qim mushu ish sababidan bo'ladi ekan. Bu gaplarni anglab, ko'nglim yerim bo'ldi. Biroq bu ishlarni hech kim mendan so'rab boqmadi. Bo'lmasa joyini deytdim-da, hech nima qilmadim deb. Shu emasmi? U chaqlarda kichikkina tursak, hech nima qilib bo'lmaydi-da shu. Shunda xopchilikda yurgan bir kun tanaffus oralig'ida sinfimizdagi Ma'rifat deydigan bir qiz yomon bechora holda kiribdi sinfga. U dil oldimga keldi bu. Ajab yinimg'ili keldi-yo deb turishimga eg'iz ichib qoldi. Hay Mamat, qalbim xolaga tushib ketdi. Sen apagina? Qo'ys xolaga tushib ketdi. Qizlar xolasiga tushib ketdi. Mush bir to'la qalbim botdi. Dadam qalam epagicha ishiltib turmasam, endi qalamim yo'q. Uning yig'lib yetadigandak turqiga qarab ishchim og'rib qoldi. Biroq darhol xolani ko'z oldimga keltirdim. U maynat sesiqchilikda engishib, qo'limni shu yerga tiqib qalamni olamanmi? Xolaga tiqqan qo'lim bilan qoldoq noyayman. Men olamayman. Xolaga tushib ketgan qalamni olgan bilanmi qandoq ishlatgil bo'ladi, po'qburab. Men sana boshqa qalam beraychi, shuni ishlatgina. Bo'lmaydi. U qalamni ocham epagan. Ocham hozir yo'q. To'y qilib boshqa yerga ketdi. U qalamni ocham ko'rgan ko'zi ko'rib saqlaydim. Ma'qul deb shuni epagina xush bo'lib qolay. Sen bek yomon-ku. Sendan boshqa hech kim olamaydi uni. Ma'rifatning ochisi epagan qalamni xotir qilib saqlamoqchi bo'lganiga ko'nglim erib qolsa, meni yomon deb maqtab, mendan boshqa hech kim olamaydigani uchun izlab kelganiga iftorlanib qoldim. Ahvoldan qaraganda, o'g'il bola deganning po'chiligi tug'ilgandiligini deb o'xshaydi. Ma'rifat meni maqtab bo'g'icha quyruq maydak erib, o'zimni tuymayda o'rnimdan turib, uning kaynidan chiqib ketibdiman. O yo'l bo'yi qalamning tushib ketish jarayonini so'zlagash to'liq jiddiy ma'notdi. Sinflarning qatorining kayindagi hojatxona tarafga o'tdik. Ma'rifat meni kira deb o'zi kaynimda turdi.
Ma'qul deb hojatxona ichiga kirdim. Qizlar hojatxonasimi, o'g'illar hojatxonasidek 3 kishilik ayrim katak holatda silinib, bizning bo'yimiz bilan tang yerim tom orqali ayirib turiladi. Men qalam tushib ketganning qaysi katakda ekanligini bilmay, Ma'rifatdan so'radim. "Ey, qaysiga tushib ketdi?" Avununga, av üçüncüsüye. Ma'rifat eng ichkirdagi bir katakka qo'lini chinab turib dedi. Men ikki katakning o'dildan o'tib, 3-katakning o'diliga kelishimga sinfimizdagi Fatima bilan Olmigul qo'lida birdan tayoqni tutib, shu yerda qistilishib turgan bo'lib chiqdi. Ularning bu yerda turganiga, bo'libmi qo'lida tayoq tutgan peti harbiy holatga o'tgan askarlardek jiddiylik bilan turganiga qarab, ularning shu qalamni og'ili keldi deb o'ylayaptimi? Shuni ortiq o'ylamayli so'rdim. Qanday bo'ldi? Oldinglarmi? Shu gapni qilganimni bilaman a? Kayni tarafimdan gajgamga vassida bir narsa tegdi. Og'riq dastidan to'lg'inib ketdim. Shundoq burilib kaynimga qarashimga Fatima bilan Olmigulga o'xshashli tayoq ko'tarib olgan Ma'rifat, bu Maryam, Bahargul qatorliq uchi otaqiga o'tiblar, qo'llaridagi tayoq bilan meni savig'ili turdi. Ulardan o'zimni qochirib berib, Fatima bilan Olmigulning beqiniga tiqildim. Kim bilsin, otaqiga ularmi qo'shildi. 3 qizga ikkisi qo'shilib, jami 5 bo'lib, uradisi sola deb meni xeyli qattiq urib oldi. O'zim o'g'il bola bo'lganim bilan biroqli chiqqan beshiga tankilanmadim. Og'riqqa chidamay yig'lab ketdim. Uning ustiga qo'llarida tayoq ularni. Jim turib yapasam, tayoq degan oyimay tegiverdi ekan. Shuning bilan ko'krak gerib o'tirg'i chiqib, bu Maryamning qo'lidagi tayoqni tortib olib, qalaymaqan shiltiyverdim. Tayoq ulog'imi tekkanchig'i voyjon voyaylishib, cho'qirishib taloqqa qochdi. Men bu yig'ilgan bitim ularning kaynidan yugurib, 5 qizni teri-beran qilib, tayoq yetganni urib, qizlar hojatxonasidan qo'g'lab chiqdim. Ma'rifat ikkimiz yondishib menib kirib ketganda hech qanday turmagan chig'i. Mana endi 5 qizni oldimga silib qo'g'lab chiqsam, maydondagi maktab qorosi ichidagi hammalarning ko'zi bizda. Yo'q, bizda emas. Qizlar hojatxonasidan odam qo'g'lab chiqqan menda. O'g'il bola deyman. Ularning nazarida mendek bir o'g'il bolaga qizlar hojatxonasida nima bor? Ha? Zoti nima bor? Voy, latag'lab. Hech nima qilmagan nimaga po'chilik qilib, xo'shdangning qizining ishini saldirib baqqan bo'pti. Uning xapilig'i qurmay turib, qizlarni marab hojatxonaga kirdingmi endi? Ular cho'qim shunday o'ylagan gap. Lekin mening ichida yeb ketgan tayoqlarimni hech kim bilmaydi. Uçam ağırıp turdi içishib, alamga paylamay yig'layapman, ornimiz deganni qayirib qo'yib. Qandaqli bo'lsin, bir muncha tayoq yedim deman. Uchimni olmasam qanday bo'ladi? Shuni hurkirab yig'lig'inimcha qizlarni qo'g'ladim. Ularni qiyachiya qilishib, taraf-tarafga ketishdi. Men har yolga qochgan 5 qiz ichidan zodi qaysisini qo'g'lashni bilamay bir pas turib ketib, oldin Ma'rifatni qo'g'ildim. Oshi boshlab akirmagan bo'lsa qizlar hojatxonasiga. Yana texnik qalimim tushib ketdi-ey. Sen ip beray-ey. Hammani qilgan oshu. Ma'rifatga yetishamay, joyillarcha qo'g'lab yig'lavassam, kayni tarafimdan birisi beligimni tatqandek qilib tutib oldi. Achchig'im kelib aran turganda tutib olgan qo'lni zarb bilan silkib bo'shinib, yana Ma'rifatning kaynidan qo'g'ildi. Bayqi qo'l yana yepishqinichi kaynimdan quchoqlab oldi meni. Shortida burilib qarsam, bizda muallim. O'zim uning quchug'ida turman. Yomon tutdi g'azab degan. Xeyli yo'lqinib, buljunib baqsam qo'yib bermaydi. Qarsam Ma'rifat qichib yiroqlab ketaverdi. Beshimni kaynimga dojitib turib, shundoq bir usib tikanman. Burnimga heliqi siygak shumning suti purgandek qildi. Beshim muallimning qapoq nashpitak yo'g'on ko'ksiga maqqidi tagdi. Uskunim yumshoq yer bo'lgandan mening beshim og'irmidi. Lekin takkini qattiq beshim bo'lg'ashqa, muallimning qapoq nashpitlari og'irib ketgan gap. Voyjon deganicha meni qo'yib etib, nashpitlarini silab qoldi. Men yerga tushib ketgan tayoqni elib, Ma'rifat ketgan tarafga qo'g'lab mandim. Voy, bir soatcha shu jidanni o'ynab, oxiri
maktab mudiri Ma'rifatni qo'limdan qutuldirib olganda biz siqishdik. Men degan yig'lab eqib ketayotgan, meni urgan 5 qizning chiroyi totirib, dir-dir titrab, Ma'rifat mendan shuncha tayoq yesimi, kommunistlarcha g'oliblik bilan ko'zdan mit qilib yosh chiqamay, livini tishlab turavergan. Boshqa butun o'quvchilar veliqlashib, pixildishib, kulib, bir menga, bir ularga qarab o'yin ko'rib degandek. Bir soatlik dars vaqti qo'g'lashmoqni to'shib, yana tanaffusga chiqadiganga dang urildi. Maktab mudirimiz bizning sinfning bolalarini sinfga yig'dida, qog'onlarning hammasini o'ltirishga buyurib, Ma'rifat qatorliqlar bilan meni o'rtirg'izib qo'yib, qimmatli tanaffus vaqtimizni qurbon qilib bizga yig'in ochdi. Oldi bilan ishlarning tafsilotini bir-aqur so'rdi. Fatimaning deyishicha, men Hurgulning ishtimni soldirgan vaqa maktabga pur ketib, bechora Hurgul beshini ko'tarib yuramabdimish. Shuning bilan bu ishni mening sodir qilganimni hammasi bilgachga, bu 5 qiz birlashib mendan Hurgulning o'chini olmoqchi. Meni oldab hojatxonaga opirishni Ma'rifat planlabdi. Qog'onlari tayoqlar bilan qurollanib, hojatxonada saqlab turgan ekan. Bu gaplarni anglagan maktab mudirimiz bosh piyozdek parqiroq kallasini silab, bir hazo kulib ketdi. Ondan menga sinchilab birdam qarab turib ketgandan keyin lappida Ma'rifatga qarab dedi. Siz kichikina turib jidal planlab odam urib yursangiz bo'lamda, ha? Boshqa birining o'chini olaman deb shuncha bola ishtirsangiz qandoq bo'ladi deyman. Haq naqni ayrayman deb to'plan ko'tirib, uch o'p yurgili siz bir qizil ayollar qo'shonimi? Na'din keldi sizga bu o'zbishimchilar? Urib turibdi. Ha, nimqilib bu bildim. 5-6 bilan urg'a o'xshaydi. Burilishib, Mehmet toz uribdi. Shundoq jajisini yaptı. Qizlarni biladigan bormi? Qachon to'yoq yeb yurgan? Sen bo'lmasa qanaqlatdi? Ha? Bellikda turib beradi. Qarama. Mudirning eng oxirgi gapini anglab, sinf ichida qiqas kulki ko'tarildi. Chunki shu yillarda bir to'p ayollar tashkillanib, qurollanib, yapılar qarshi jang qilib, o'lib ketgan tuqqanlari uchun qisos oladigan ajoyib g'aroyib mazmunlar so'zlangan Qizil Oyog'lar qo'shini nomli bir kino moda bo'lib ketgan va uyda televizor borlarning hammasi bu kinoni ko'rib, kimli bo'lsa, mushu kinoning qaltisligi haqida so'zlashib yurgan zamonlar edi. Savodashlarning kulishib ketganini ko'rib, menimi kulki qistidi. O'zimni tutib olay dedim-yu, lekin yanada kulib soldim. Hey, mudirning ochchig'i kelib, nazarini menga og'dirdi va ko'zini sinchi qilib turib, menga tikilib dedi. Hey Mehmet Shumak, sana kim qo'ydi qiz bolani qo'g'lab peqirtib urib yurishni, ha? Qiz bola degan ojiz nima o? Ochig'i kelib qolganda mayli deb jim turib bersang, 3-4ni urib olsa yo'lig'i mang'idi. Shuncha bola tayoq chidamay, pada baqqan tozdek hammasini oldinga silib qo'g'lab yursang, hey, men maktabda tars oqamdi, oqmamdi, ha? Nadi 3-4ni urdi? Yo'g'on kaltak bilan yomon urdi meni. 5 yilisi urdi. Chidab baqsam urayverdi. Tayoq yeysi og'riydigan bu der. Shunda deganimcha yana varridi yig'lab etdim. Mudirning qarab turib, ko'p sonli qizlar gruppasiga yon bosqini faqat idiyamdan o'tmagandi. Bu holimni ko'rib, bolalar yana kulishdi. Maktab mudirimi pixildab birdam kulib olgandan keyin hammamizni o'ltirg'izibdi. Qara Mehmet, sen g'araz o'qidigan bola. Bugun mushu bir qitimli day, ikkinchi qitim demayman. Qulog'ini ding tutib angla, ha? O'g'il bola degancho qizlar bilan urushmaydi. Yo'l qo'ydiganli ish bo'lsa yo'l qo'yg'uliq. Qiz bolani urganmi o'g'il bola emas, qiz boladan tayoq yeganmi o'g'il bola emas. Bundan keyincho mushundaq ishlar chiqsa, ota-onani chaqirib suhbatlashman. Endi ish termay, yuvashlik bilan o'qishinglarni o'qinglar, ha? Mudirning bu gapi yeg'rimni teximi totlibatdi. Qiz bolani urganmi o'g'il bola emas, qiz boladan tayoq yeganmi o'g'il bola emas deydi-ya.
Men bugun qizlarni urdim. Ulardan tayoqmi yedim. Demak, men o'g'il bola emasmikanman? Undaq bo'lsa, oldimdagi ishtonning ichidagi mavu nima? Ha? Shumay qisib olgan bo'lsa-mu joyida bor bu. Nimishqa o'g'il bola bo'lmaydi ekanman? Mudirning shu gapi xeyli zamonlargacha yuragimni og'irtib, xuddi buningdan keyin o'g'il bola bo'lolmaydigandek bir xil vahimada jimg'irlashib ketdim. Shu kuni men qattiq usib etib, muallimning qapoq nashtiplari eg'ir og'irib qoptidak. Shuning bilan bir ruxsat so'rabla hapti yo'qab ketdi. Uning yo'qab ketgani menga toza xo'sh yoqdi. Chunki muallim menga bakli o'shidi. U kamisi meni tillaydigan, hadisi ishga buyuradigan, hamma bolalar darsdan tushib uyiga kelsa, meni ep qilib tozlik qilib saldigan yoki oldingi kuni ishlamay qo'ygan topshiriqlarim tugimasa, ketkili qo'ymaydigan qiliqlarni qilolmaydi. Rahatga chiqib qolganimni tabriklab, sho'xlik bo'lsa hammani qilib yurib, mudirning ko'ziga chiliqib qoldim. Eliga parqiraq kallamo men bilanli qoldi. Oyoqqa o'tkash Mehmet, mayoqqa o'tkash Mehmet deb. Muallimning ruxsati tugab, maktabga ungan kuni men bilan bir qapas tutishdi. Toyini yo'qli gapdan birini qilib, bir haftadan beri topshirig'imning hammani bir boshdan tekshirdi. Ahvolimni o'zinglar bilasizlar. O'yindasi 10 kishilik o'ynab qo'yganimga dars bilan topshiriqning ahvoli heliqi. Amal yo'q. O yer bu yerini chalib olib ishlab qo'ygan bechora topshiriq daftarimni muallimning oldiga qo'yib, shumshib turdi. Muallim daftarimning obat-bobatlarini o'rib, cho'rib, bir haza qaragandan keyin daftarni ko'zimga chinab turib so'zlab ketdi-ku. Nimang bu? Ha? Nimang bu? Mushu topshiriqmi? Gap qila. Topshiriqmi mushu? Hey! O shundaq dapli daftar bilan beshimga vangada saldi. Levimni tishlab jimmida turib oldim. Muallim so'zlayotdi, bir yoqdan nafasmi olmay. Tillayotdi, eg'izi sekot to'xtamay. Men xiyolimda yo'q, boya o'ynagan o'yinlarning ko'yida. Gapni man qilyapamdi, tamg'imga parvoyim yo'qla. Bir chog'da kaçdimga vassida bir tastak tagdi. Ko'zimdan o't chaqnadi, o't. Yopir. Kasofat yomon oldi dadini lekin. Achchig'im shunchalik kaptikan. Yig'ilgan peti muallimni ishtirib etib chiqib ketdim sinfdan. Asli uyga ketmoqchidim. Lekin piyoz kalla mudirning ishxonasining oldidan o'tib ketib etib, planimni o'zgartirib qoldim-da, darrov xotni yo'tkab mudirning ishxonasiga kirdim.